Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli tong. Ispaniya La Ligasi 28-turdan o'rin olgan markaziy o'yin tunda bo'lib o'tdi. Atletico Madrid jamoasi Wanda Metropolitano stadionida Kataloniyaning Barselonasini qabul qildi. Ushbu jamoalar o'zlari kuchli jamoalar to'g'ri, lekin uchrashuvning markaziyligi sabab chempionlik uchun kurash olib boryapti bular. Real bilan birgalikda 3 ta jamoa xabaringiz bor. Ispaniya La Ligasi turnir jadvali peshqadamligini bo'lishib turishibdi. Xullas, uchrashuvning birinchi bo'limi biz kutganchalik qiziqarli futbolni namoyish etib bera olmadi. Faqat Alvaresning birgina goli Atletico Madridni tanaffusga 1-0 hisobda g'alaba bilan chiqib ketishini ta'minladi. Barcha voqealar esa ikkinchi bo'limda sodir bo'ldi. Ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushgan Syorlot hisobni 2-0 ga yetkazib qo'ydi va Barselonani qiyin ahvolga solib qo'ydi Atletico Madrid. Lekin 72-daqiqada Robert Lewandowski qiyin vaziyatda hisobni qisqartirishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres 78-daqiqada hisobni tenglashtirib qo'ydi 2-2. Uchrashuv yakuniga yetib borayotgan bir pallada 90+2-daqiqada Lamine Yamal 3-2 hisobida Barselonani oldinga olib chiqqan bo'lsa, 90+8-daqiqada yana o'sha Ferran Torres bu safar dublni rasmiylashtirdi va jamoasini 4-2 hisobidagi g'alabasini ta'minlab berdi. Juda ham qiziqarli kechgan ikkinchi bo'limda Barselona ajoyib remontadani amalga oshira oldi va turnir jadvalida peshqadamligini saqlab qoldi.